Qilayotgan o'zboshimchalik bilan qayta rejalashtirish ishlari, ya'ni buzish ishlari bu ko'p kvartirali uyning seysmik holatiga zilzila bardoshligi salbiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman mumkin emas bunaqa rekonstruksiya ishlari. Ko'p kvartirali uyning asosiy yuk ko'taruvchi tayanch devori buzilgan. Holat bo'yicha chora ko'rildi. Yashnobod tumani mashinasozlar mahalla hududida yashovchi fuqarolardan kelgan murojaat Toshkent shahar hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi mutaxassislari tomonidan joyiga chiqqani holda o'rganildi. O'rganish davomida mulkdor tomonidan o'zboshimchalik bilan ko'p qavatli uyda rekonstruksiya ishlari amalga oshirilgani, uyning tayanch devorlari eshik ochish maqsadida buzib tashlangani aniqlangan. Ta'kidlash kerakki, bu kabi o'zboshimchalik bilan amalga oshirilgan buzish ishlari ko'p qavatli uyning seysmik barqarorligiga hamda davriyligiga jiddiy xavf soladi. O'rganishimiz jarayonida 34-xonadonning ichki qismida konstruksiyaning tayanch qismlari buzilganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan 34-xonadon mulkdoriga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 3-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, o'zboshimchalik bilan qayta o'zgartirishlarni avvalgi holatiga qaytarish yuzasidan bajarish majburiy bo'lgan ko'rsatma taqdim etiladi. Agar ko'rsatma talablari belgilangan muddatda bajarilmagan taqdirda Yashnobod tumani fuqarolik sudlariga da'vo ariza kiritilinishi bildiriladi. Hurmatli fuqarolar, ko'p qavatli uyning tayanch va tayanch bo'lmagan devorlarini o'zboshimchalik bilan buzmaslikni, bino loyihasiga zid bo'lgan qurilish montaj ishlarini amalga oshirmasliklaringizni so'rab qolamiz.